Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishoning. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, maza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdik, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsang, bitta barmog'ingni uydagilarning kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, tavukda. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'laymi o'liga. Endi jincha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlarda ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bari kvadroberni. Yashamayli ekanda. Jahongir! Sari suruv, badri yurib. Internetda mana videoingizni ko'rdim. Tovuqlarni qidirayotgan ekansiz. Mana jiyanni talanti shunaqa vijillab yotadi. U nihoyatda kuchli-da. Ayo, men oq tovuqlar qidiryotgandim, bu sariq-u. Ya, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keltiramiz. Ya mana issig'im yomon pishiraveryapti lekin ha. Ya mana tovuq bilan gaplashyaptimi mana menga? Jiyaningizni olib ketding, men bizani proyektga bu rang to'g'ri kelmaydi-yu. Bitta ko'ring siz jiyanni. Talanti turishini qarang, bitta ko'ring. Bu ishni bundan issiq o'tgan, juda bidan payda uxlab qolgan. Tovuqlar bilan kulishib o'tiribdi. Bir kez chalab olib ichib yuboraymi? Jahon, tovuqli proyektingga mashina gilamliga ol. Qanaqa bo'lar ekan? Go'sht senga, suvagi bizga. Kakirasi ertaga boshlayveraman. Kelishdik. Tovuqlarni hammasini yig'ib oldim. Endi Saru bola pizzadan yangi mahsulot. Tovuq oyog'i va qanonchalari. Bu tovuqni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Sari bola yangi mahsulotmi? Qara. Bunisi kisloslatka, achchiq bilan aralashib juda zo'r ketadi. Mana bunisi shirini, bunisi ham yomon emas. Voy, ta'mi dahshat. Yo'q-a? Bunaqa ta'mni Yevropada yedim. Mana Yamalda bitiruvgachasida. Vashi dahshat. O'xshabdimi? O'tadi. Ya, rahmat. Zo'r proyektlar qilasan-da, bunisini ham zo'r qilsan. Nima beradingsan, ey? Rahmat. Biz jiyan qani? Bilan to'g'riga admin qilaman, kallenga qo'yag'i jiyanim qani? Hozir yevordingiz-ku. Nima? O'zingizku go'shtzaki suvaki men yedim. Men senga mobil o'giriblikni o'rgatdim. Ya, onangning bir bak, jinnimi bu? To'g'ri bilan o'pishyaptimi? Ya, astag'firullah. Bu bola uylangandi shekilli. Jon aka, ani yengili bor, tovuq oyoqchalar bilan qanochalar dahshatga dod shunaqa shirinligidan yetkazolmayapmiz. Yana bitta xo'roz kerak. Ani ota tovuq bor dedingiz, qani? Masaga! To'xtating, kelinga kutyapti. Cho'lcha, tovuq fermagacha tashab qo'y. Aytgan pulingni beraman. O'rta ikkita qarmoq oldim, baliq qilib yuboringizmi? Og'ayni, qanaqa baliq, pul tashiylik, boraylik, baliq olaylik, pishirib yeylik, qiynalmaylik. Bo'ldi, o'zing qiynama, bo'ldi. Qiynalib ketding-ku. G'arbga sayohat. Ali! Baliq tutgani boringlar. Qalmoq yasaymizmi? Mana qarab tur, ishtonimni kiyib oling. Ado, Xonsaroy bahor loyihasida yangi uy olaylik. Hamma o'tgan ekanda. Ya bo'lmasa ham bitta divon olaylik, yerda yotib yezilib ketdi, yo'qda. O'g'lim bechara. Ambulatoriyaga admin bo'lgisi keladi-da. Rozamanda. Ochib olay. Admin emas, direktor qilaman, o'g'lim. Ada, 100 ming berib turing.
nevarasi tegini qo'llab qo'yapti-da, pampers yetkazib bo'lmayapti. Bo'ldi, yechib tashlar uni. Ye, u ham nafas olsin. Kim atirsyapti deb nafas olsin. Qo'shni bola ko'p suv o'ynamas deb qo'yasan. Yashamayli ekanda. Men sizga ko'rsatib qo'yam. O'zingni bos. Bo'ladi. Ziynibos Dilnoz, bo'ldi. Nimaga Shahlo Ahmedovaga like bosdingiz? Ha, bosishli ekan, bosdim like'ni. Chiroyli rasm qo'ygan ekan. Ay, meni tanimaydi ham xotin. Boshqa ko'rmay like bosganingizni. Dadasi keling bitta o'yin o'ynaymiz. Siz meni xarakterimni o'xshatib berasiz. Men sizni xarakteringizga o'xshatib beraman. Davay. Shaqir qilmay yuva, mosa o'tiramay yuvin. Men bitta chekib kelmasam asabim dosh bermaydi. Ming'illurma ko'zing bo'lay mo'lgur. Ayasi? Dadasi. Ha, dadasi nima ovqat qilay? Lama qil. Voy, hozir xamir qil, cho'z, ancha vaqt oladi. Boshqa ovqat ayting. Osh qil. Voy, osh hozir sabzi to'rg'a uqil, dimla, vaqt oladi. Boshqa ovqat ayting. Sho'rva ilib qo'ying. Voy, sho'rva hozir qaynat, uni kut, undan ko'ra tuxum pishirib beraman, bo'pti. Nimaga so'rayman? O'zimni biladigan ovqatimni qilar ekanman-ku. Siypalanmasdan tezlash. Kech qolamiz. Nimani o'zi eshitilyapti? Ya to'g'risi hamda shunaqasilarda tan olinglar. Yashamayli ekanda. Nima qilyapsan? Tur rahmoq uyg'onib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Irmaylama. Ya, to'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlar ishirib beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r hurrayot ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'lamiz o'zi, opa, qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginneslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opam ham yo'q bo'pti. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan domni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yo'q tursa. Yashamayli ekanda.